Men Ataniyazov Alijon Botirbuyevich, Respublika ixtisoslashtirilgan dermatologiya va kosmetologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi birinchi bo'lim dermatolog shifokori bo'lib ishlayman. Psoriaz, vitiligo, ekzema va boshqa turli xil teri kasalliklari bo'yicha bemorlarda tashxislash, davolash muolajalarini olib boramiz. Psoriaz kasalligi o'zi bu surunkali autoimmun qaytalanuvchi kasallik bo'lib, o'sha terida boshida qizarish, dog'ga o'xshagan toshmalar toshib, keyinchalik ular tuguncha ustida qirpiqlanishlar paydo bo'lib, ba'zan qichish bilan namoyon bo'ladi. Bu psoriaz kasalligini agarda bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, shu yerda tashxislab, holatiga qarab, klinik turlari ketishiga qarab davom muolajalari tanlanadi. Fizioterapiya muolajalari, u yerda UVB 311 nanometr to'lqin uzunlikdagi apparatimiz, fitovanna muolajalari, yana o'sha analizdagi ko'rsatkichlarga qarab qo'shimcha yana davom muolajalari olib boriladi. Oxirgi paytda bizda psoriaz bo'yicha yangi biologik preparatlar ham qo'llanilmoqda. Agar psoriaz kasalligidan qiynalayotgan bo'lsangiz, qabulimizga yoziling.